Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. IT Line'dan ko'rsatamiz va gapiramiz. Biz erishilayotgan muvaffaqiyatlar haqida yana gapiramiz. Endi nafaqat o'quvchini muvaffaqiyati, balki bu yerda dars berayotgan, rahbarlik qilayotgan ustozlarni ham muvaffaqiyatlaridan bir shingil gapirib o'tishga qaror qildik. Mana Valijon, assalomu alaykum. Siz bilan suhbat qilganimizda 2024-yilni bahor-yoz oylari edi. Ana shu muddat mobaynida sizni shaxsiy hayotingizda qanaqangi o'zgarishlar bo'ldi? Umuman ustoz ham o'zini ustida ishlab turishi kerakmi, yo'qmi? Avvalambor assalomu alaykum. Albatta, ilm olish to 5 dan to qabrgacha deyiladi. Doimiy ravishda ustimizda ishlamasak, bugun dunyo tez o'zgaryapti. Oldinlari mana bu yerda fabrika qurilibdi, bu yerda bunaqa bo'libdi degan gaplar eshitadigan bo'lsak, hozir yangi texnologiya chiqibdi, yangi sun'iy intellekt yaratilibdi, insonlarga mana bunday ta'sir qilyapti degan fikrlar yaylayapti. Va bu biz sohamizga tabiiyki to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Shuning uchun har kuni o'z ustimizda ishlamasak, yangi narsalar o'rganmasak, yangi texnologiyalarni kuzatmasak, bu orqada qolib ketishga sabab bo'ladi. Bu degani biz har kuni o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. Shuning uchun ham bu yili men o'zimni magistraturada ham o'qishga bir niyat qilgandim, topshirdim va birinchi o'rinda grantga qabul qilindim. Hozir magistraturada ham o'qib, ilm olib, bundan tashqari ustozlardan o'rganib, o'zimiz sohamizda yana bir yangiliklar qilib boryapmiz. O'zizga yaqin institutga yoki universitetga topshirganmisiz? Albatta, sohamiz shu IT, shu dasturlash bilan bog'liq, umumiy yangi texnologiyalar bilan bog'liq va Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga topshirganman. Zo'r. Endi mana shu 350 nafar va undan ziyoda yoshlarga, o'sha markazlardagi o'quvchilarga ham dars berasiz, ayni paytda rahbarlik ham qilasiz. Bu jarayonda qiyinchilik bo'lmaydimi? Ya'ni ham o'qituvchi, ham rahbarlik pozitsiyasida turish sizga. Zo'r savol. Xo'p, bir tomondan qiyinligi bo'lsa, bir tomondan osonligi ham bor. Qaysi tomondan deyilsa, o'zi yoshlar bilan ishlash, ularning fikrini, ularning dunyoqarashini bilish men uchun qiziq. Chunki biz o'sha dars berish jarayonida bo'lsak, bolalar bilan suhbatlashamiz va dars berishdagi qiyinchiliklarni, bu yerdagi ustunliklarni doimiy bilib, his qilib boramizda va ustozlarimizga shunga mos ko'rsatma bera olamiz. Buni bunday qilish kerak, buni bunday qilishimiz kerak. Hozirgi yoshlar bu narsani xohlayapti, buni bunday qilsak bo'ladi deb. Ya'ni ustozlarga namuna ham kerak. Bir fikr bor. O'quvchi qachon yaxshi o'rganadi desa, o'quvchi qachonki ustozini yaxshi ko'rsa, ustozga havas qilsa, ustozga kerak bo'lsa taqlid qilish orqali ham o'rgana oladi va odam, mana o'quvchilar ham hurmat qilgan insonning gapini bittada oladi. Va agar biz rahbar o'laroq yoki ustoz o'laroq boshqa o'qituvchilarimizga shunday o'rnak bo'lib bersak, bizga o'quvchilar qiziqsa, bizni hurmat qilsa, har bitta gapimizni olsa, o'qimaydigan bola ham o'qishga qiziqsa, bu biz uchun yutuq va bu bizga osonlik beradi. Endi rahbarlik deganda o'sha 350 ta o'zi kishidan sonimiz aslida nisbiga qaraganda ham. Lekin bu yerda jamoa bor. Misol, kimdir sifatga qarash kerak, kimdir marketingga qarash kerak, kimdir ustozlarni o'stirishdan qarash kerak yoki call center va hokazo. Bizda imkon qadar o'zingiz ham juda yonda borsiz. Har bitta bo'limni tizimlashtirib, o'sha o'z egasiga berish jarayonidamiz va menimcha bu narsa unchalik qiyin emas. Ya'ni tizim bo'lsa, o'zi boshqarish uncha qiyin bo'lmaydi. Albatta, nazariy bilimni olib ham amaliyotda qo'llash o'quvchi uchun katta foyda. Masalan, yaqinda eshitgan yangiliklarimizdan biri IT Line qoshida IT Line Service, ya'ni aholiga, korxonalarga, tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatish yo'nalishini ham ochibsizlar. Bunga o'quvchilar ham jalb qilinadimi kelajakda, qaysidir imtihonlar asosida va o'quvchilar nima yutadi-yu, xalqimiz va tadbirkorlar jumladan nima kutishlari mumkin? Xo'p, o'zi dasturlash bilan oldindan shug'ullanamiz va yo'l-yo'lakay aynan o'zimizda shu dastur tayyorlab sotamiz demagan bo'lsak ham, bizni taniganlar chiqsa, biz ularga dastur tayyorlab berib, o'sha daromad qilib yoki ishlab kelganmiz. Lekin yaqinda Andijonga safar qildik. O'shanda bir yoshroq yigit bilan tanishib qoldim. Bu yoshroq yigit bilan muloqot qilganimdan shundan bildimki, u yigit dasturlash bilan o'rgangan, dasturlashda bir dastur yaratgan magazinlar uchun. Sotuvchilarni ichini avtomatlashtirib bergan dastur. Va uni bir 2 yil davomida mukammallashtirib borib kelyapman deyishlar. 2-3 yil desa, aniq esimda yo'q vaqti. Va yigit aytayaptiki, shu dasturimni 100 dan ortiq mijozga sotdim deyapti. Ba'zi endi qaysilarga sotgan bo'lishi mumkin yoki har oylik arenda sifatida har oy to'lov qilib turasizlar va buni foydalanishingiz mumkin degan bo'lishi mumkin. Jamoadan hech kishi 3 kishi dedi. U yoshroq yigit, 18 yosh, mumkin 19 yoshga shunaqa.
va bu bunday o'ylab qaraganda bitta dasturda bittasiga olsa oylik 400 mingdan bersa ham bu bir oyda yaxshigina summada. 18 yosh 19 yosh yigit 100 dan oshiq namzodga ega va bitta dastur orqali. O'zi ITning yutug'i ham shunda. Ya'ni bizda bu kartoshka emaski, 1 kilogramm kartoshkangiz bo'lsa, uni sotsangiz tugab qolmaydi. Bitta dastur yaratasiz va uni kopiya qilib, ya'ni nusxalab boshqalarga sotishingiz mumkin. Sizning magaziningiz sizga beraman yoki mening magazinim bo'lsa menga sotaman. Yana tanishingizda magazini bo'lsa, unga ham xuddi sizga bergan dasturni bitta kopiya qilib, ya'ni nusxalab sotib olish mumkin bo'ladi-da. Shunaqa imkoniyat bor. Endi menda savol bo'ldi. Bizda shunday imkoniyat bor. Biz shunday dasturlarni qilib sotishimiz mumkin. Nega bundan foydalanmayapmiz? Nega bu uchun ham alohida brend qurib, alohida yo'nalish ochib, shu bilan shug'ullanmayapmiz? Chunki biz buni qiladigan bo'lsak, biz o'zimizda o'qigan yoshlarimizni ham o'zimizga jalb qilishimiz va ularga real loyihalarni hozirgidanda ko'proq berishimiz mumkin. Va bu yaxshi daromad degani. Chunki o'sha ko'rgan 18 yoshli yigitman, juda ham haligi daho bir o'zga savoldan kelgan odam emas, bir oddiy yigit va o'zi jarayonda aytib beryapti, dastur yaratdik, bitta mijozga o'rnatdik, hatto kamchilik chiqdi, to'g'irladik va hozir ehtiyoj bor ekan sotyapmiz deyapti. Aslida ehtiyoj bugungi kunda O'zbekistonda dolzarb, tizimlashgan bo'lsa 20% biznes tizimlashdi. Menimcha, ya'ni balki kamroq ko'proq bo'lishi mumkin. Qolganlarda bozor bor. Bu degani yoshlar chiqib, o'zining dasturlarini tayyorlab, boshqalarga sotadigan bo'lsa, boshqalarga beradigan bo'lsa, yaxshigina daromad qilish mumkin. Yaxshi. Faqat bu ma'noda masalan yoshlarga berilganmi ITni o'rganish va bu tizimlashtirish ishlarida qatnashish yoki yoshi kattalar ham qatnashishi, o'rganishi, o'zini hayotida qo'llashi mumkinmi? Bugungi kunda har bir inson deyarli kompyuterni tushunishi shart deb o'ylayman. Oldingi davrda, misol shu o'qish, yozishni bilmagan odam savodsiz hisoblansa, bugungi kunda hayolimda shu kompyuterni bilmaslik savodsizlikka tenglashib qolyapti degan fikrdaman-da. Nega desangiz, yaqinda bir bo'lgan hodisa, bir santexnik akamiz o'qishga kelishdi. U santexnik. Santexnikaga kompyuterda nima aloqasi bor degan savol bo'lishi mumkin. Men so'radim tabiiyki, siz santexnika bilan shug'ullansangiz, sizga kompyuterda nima qilasiz? Ertaga programma qilmasangiz bu narsani, shu nimalarni ulab, to'g'rilab bersangiz bo'ldi deganimda, aka aytishdiki, men shunaqa narsani o'rganmoqchiman. Ya'ni kompyuterda Excel degan programma bor, bilasiz. Shu Excelda hisob-kitobni o'rganmoqchiman. Bu orqali butun bir binoni oladigan bo'lsam, o'sha Excelda formulalar yaratib olib turib, binoga qancha ishdan ketadi, qanaqadir qurilma ketadi, shuni aniq konkret chiqarmoqchiman deyishdi-da. Va buni programmalari ham bor ekan. O'sha onlayn shunaqa kurslar bor, faqat santexnika uchun deyishyapti. Butun binoni chizmasini chizib, qayerga nima ketadi, hammasini biz chiqarib berishimiz mumkin deyapti. Endi tasavvur qiling, sizning oldingizga ikkita santexnika kelsa va bittasi aka bunga taxminan buncha summa ketadi desa va ikkinchisi chizmalarni chizib turib, aka mana chizma konkret mana shuncha summa ketadi deyotgan bo'lsa, siz menimcha ikkinchisini tanlash ehtimoli kattaroq. Ya'ni hatto santexniklarga bu kompyuter kerak bo'lib turgan bir paytda doktorlarga kerak emasmi? Kerak. Yoki shifokorlar hamma sohalarga bugungi kunda kerak bo'lyapti. Yoshlar uchun ham, kattalar uchun ham. Yoshlar uchun nimaga kerak deganda, bugungi kunda bizda yetishmayotgan bu bitta skilllardan biri, qobiliyatlardan biri tanqidiy va tahliliy fikrlash deb o'ylayman yoshlarimizda. Aynan dasturlash yoshlarni tanqidiy va tahliliy fikrlashni oshiradi deb o'ylayman. Chunki dasturlashda JavaScript degan dasturlash tili bor. Shu yerda oddiy bir misollardan biri bu svetofor yasash. Buni dasturlash o'qiganlar biladi. Oddiy shu svetofor yasashda nima bo'ladi desa, bola fikrlaydi. Qachon qizil yonadi, qanday qilsam sariq yonadi, qanday qilsam keyin ko'k yonadi va ko'k uzoqroq yonib turadi. Bu narsalarda fikrlash kerak. Tanqidiy va tahliliy fikrlamasa bo'lsa chiqmaydi-da. U yerda shart operatorlari bor. Buni qilsam buni bo'lsin, buni qilsam buni bo'lsin. O'zi hayotda ham shunaqa-ku. Buni qilsam bunaqa bo'lar ekan, buni qilsam bunaqa bo'lar ekan. Ya'ni aynan dasturlash yoki robototexnika yoki shu Lego dasturlashda yoshlarning tanqidiy va tahliliy fikrlashlarini rivojlantiradi deb o'ylayman. Ertaga u dasturchi bo'lmasligi mumkin, ertaga u marketing bo'lmasligi mumkin. Lekin u bugungi kunda eng dolzarb ikkita sohadan bittasi bo'lgan kompyuter yoki zamonaviy texnologiyalar nimaligini tushunadi. Biznes qilsa ham, shifokorlik qilsa ham, qayerda rahbarlik qilsa ham shu muhitda, shu sferani terminlarini biladi va mutaxassislar bilan shu asnoda gaplasha oladi. Va shunga men bugun ota-onalarga aytardimki, agar sizda imkoniyat bo'lsa, siz farzandingizni hech bo'lmaganda boshlang'ich IT savodxonlik kurslarini o'qitib qo'ying. Chunki bu kelajak uchun zarur. Men endi o'qishni bitirgan paytlarimda bir aka bilan ko'rishganman, o'zi chet elda Amazonda ishlab kelgan Amerikada. O'sha aka aytishganki, siz Valijon ishi bo'yicha shubhalanmang deyishgan. Men ish qidirganman chunki boshlang'ich bitirgan paytimda.
ish bo'yicha shubhalanmang, siz ish topa olasiz degan. Nimaga men bunaqa ishonch bilan gapiryapman deyishgan akani gapi bu. Chunki siz bugungi kunda butun dunyodagi O'zbekistondan dolzarb ikkita masalani bilasiz deyishganda, bu birinchisi IT bo'lsa, ikkinchisi ingliz tili deyishgan. Ingliz tilidan sertifikatingiz bor, IT bo'yicha yaxshi mutaxassis va siz ko'chada qolmaysiz deyishgan. Va akaning gapi o'shanda xuddiki menga motivatsiya berishga o'xshagan, chunki ish qidirgan paytlarim bo'lgan. Keyin nimadir bo'lib aka bilan ishlay olmadik, biz yopilib ketdik va 1 yildan keyin men ochgan o'zim xususiy firma akani firmasidan raqobatda deyarli o'tib ketdi. Akani gapini hayotimda isbotini ko'rdim. Pushaymonmasmi aka sizga shu maslahat? Keyin chiqishgan telefon qilib, ishga taklif qilib, siz keling, birga ishlaymiz siz bilan deyishgan. Endi bu paytda o'zimizda rejalar, ishlar bor va yo'q aka, biz o'z ishimiz yetarlicha, hozir ishlamasa kerak degan fikr bilan qaytarganmiz. Bu narsani o'sha paytda tushunmaganman, lekin hozir tushunaman. Ya'ni bugungi kunda dolzarb ikkita soha bo'lsa, yoshlar uchun ham bu ingliz tili bilan shu IT deb o'ylayman va albatta IT davomida matematika va hokazolar ham bilinadi.